Farzand vasvasasi. Ya'ni 1 oy o'tmasdan turib homila bo'lmayapti. 3 oydan keyin ayolni har xil ginekologlarga yuboramiz. 1000 dan ortiq analizdan topshiramiz. Bu vasvasa emasmi? Albatta vasvasa. Xo'p, qaysi holatlarda qo'ng'iroqni chalishni boshlashligimiz kerak? 1 oy, 3 oy bu juda qisqa vaqt. Bu vaqtda 2 yosh bir-biriga o'rganishligi kerakmi yoki ertalabdan kechgacha biz tezroq zurriyot qilishlikni, bobo va buvilarimizga bola yasab berishlikni o'ylashligimiz kerakmi? Do'stlar, hech bo'lmaganda 1 yil davomida himoyasiz jinsiy aloqa doimiy holatda bo'lsa va undan keyin homila bo'lmasagina, shundan so'ng shifokorga borib ko'rinishligida, o'sha bepushtlik haqida qanaqadir gap ketishligi mumkin. Ungacha bo'lgan holatda shoshilib borishlik, shoshilib har qancha tekshiruvlardan o'tishlik, 1000 ta doktorga borishlik bu muammoni hal qilishdan ko'ra muammoni kattalashtiradi. Chunki bizni har bir kasalligimiz bosh miyamizdan kelib chiqadi. Bizni kayfiyatimizga bog'liq. Agarda nastroyeniyamiz yomon bo'laversa, stress bo'laversa, chunki har bitta shifokor oldiga borishlik ham bu ham stress. Hatto o'zim ham shifokorlardan qo'rqaman. Yosh bir kelinchakni shifokorga majburlab yuborishlik, senda bola bo'lmayapti yoki kuyovni senga nafsoniyatiga tegib san bepushsan, sanda hech narsa bo'lmayapti deb 1 oy, 2 oy, 3 oy o'tmasdan turib shifokorga borishlik bu juda katta xatolardan biri deb o'ylayman. Shuning uchun do'stlar, maza qilib yashang. Agarda siz yaqinda turmush qurgan bo'lsangiz, hali 1 yil o'tmagan bo'lsa, shoshilmang. Hamma narsa o'z vaqti soatida bo'ladi. Shuning uchun bepushtlik haqida gap ketishlik uchun kamida 1 yil doimiy jinsiy aloqa qilganimizda farzand bo'lmasa, homila holatligi bo'lmasa, undan keyingina turmush o'rtog'ingiz bilan kelishgan holatda bir-birlaringizni qo'llaringizdan ushlab, yaxshi kayfiyat bilan shifokor oldiga borasiz. Undan oldin vahima qilib, vasvasa qilib boraverishlik muammoni hal qilish emas, uni kattalashlikka olib keladi. Shuni unutmang.